Assalomu alaykum qadrdonlar. Yana bitta obyektimizni o'z egalariga topshirdik. Zina xizmatlarini qilib berganmiz. Stupenka, past stupenkalar, plintuslar MDFdan bo'lgan, stullar ham MDFdan, balasina perelalar Sasnadan bo'lgan. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Tepadan ko'rinishlari ko'rib baho berishlari mumkin ishlarimizga. Yon tomon bokovoylarini ham MDFdan ashibka qilib berganmiz. Kimga shunaqa zina xizmatlari kerak bo'lsa, ekran pastida nomerlar qoldirib qo'yamiz. 3325 nomerlarimizga aloqaga chiqishlari mumkin. Ishlaringni tez va chiroyli qilib bitkazib beramiz.